Biznesingizda SMMni bitta SMM mutaxassisiga topshirmoqchimisiz? Unda to'xtab turing. Bu video aynan siz uchun. Bitta SMM mutaxassisi butun bir marketing jamoasini o'rnida bosa olmaydi. Keling, hozir nima yo'lni qilayotganimni men sizga tushuntirib beraman. Strategiya tuzish, kuchli kontent chiqarish, reklama yoqish, video olish va uni montaj qilish, natijani oshirish, mijozni o'g'rini topish, raqobatchilarni tahlil qilish. Bularning hammasi alohida yo'nalishlar. Buni hammasini bitta odam qilishi mumkin, lekin u bitta o'zi bo'lgani uchun uni vaqt yetmasligi, ulgura olmasligi va siz xohlagan natijani bera olmasligi mumkin. Agarda siz loyihangizni komandaga topshiradigan bo'lsangiz, har bir bo'lim va mutaxassis o'z ishini qiladi va unga javob beradi. Marketolog, targetolog, copywriter, dizayner, operator, montajyor va SMM mutaxassisi hammasi o'zining ishini qiladi. Agarda SMM sizga faqatgina post joylash uchun emas, brendingizni va daromadingizni oshirish uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, siz SMM mutaxassisi bilan emas, marketing jamoasi bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. 4 yillik tajribaga ega va ko'plab taniqli brendlar bilan ishlagan marketing jamoasi bilan ishlamoqchimisiz? Unda hoziroq bizga murojaat qiling.